Assalomu alaykum do'stlarim, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? YouTube ahli, Moskvada yurgan yurtdoshlarimiz, hammangizni ishga taklif qilib qolamiz. Xudo xohlasa, Lublina metroda 6-viqtdan chiqqandan keyin shu yerda telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Mana shu lichkan tepasida ishlayman degan xohlovchilarga kunlikka 3,5 mingdan, oylikka 90 mingdan dokument yeb ichish, yotoq turar hammasi qilib beriladi. Oylikka ishlaydiganlarga, kunlikka ishlaydiganlarga 3,5 mingdan har kuni ratchet bo'ladi. Ishdan keyin ish soat 9 dan 7 gacha bo'lib o'tadi. Faqat hozir demontaj ishlari bo'lyapti. Ishlayman deganlar, xohish bo'lganlar mana shu lichkada nomer yozib qoldiriladi. Bemalol telefon qilib yozishlaringiz mumkin. Adres, ish soati hammasi batafsil tushuntirib o'tiladi. Yani bu bitgan zdaniyamizga ubog'asini, pollarni yuvishtirmasini, serishtirmasini, gelishlari hali noma'lum qachon gelishligi, ubog'alari bor. Pollari bexatar yuvib chiqiladi buni. Bunga bir oddiy 100 dona ayol kishi sheradi. Shu vaqtida yesangiz bo'ladi.